Hud suresi Mekke'de nazil bolgan. Jami 123 oyat. Nahayeti şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Alif, Lam, Ra. Bu hikmet bilen iş qilg'uchi, hammadan xabardor Allah tarafidan nazil bo'lgan oyatlarning tuzilishi puxta, aqida, ahkam, vaz va qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir. Aytqinki, bu kitob sizlarning Allohdan boshqasiga ibodat qilmasliqinglar uchun nazil bo'lgan. Şübhəsiz ki, mən sizlərə Allah tərəfindən ağahlandırğıcı və xuşxəbər bərgücümən. Sizlər Pərverdigarınlardan məğfirət tələb qılınlar. Andın onunğa tövbə qılınlar. Allah sizlərni müəyyən müddətkiçə, yəni ömrünlər axırlaşıb, əcilinglar yetkicə hayatı dünyadan obdan bəhrəmən qılıdı. Yaxşı iş qılğuçığa qılğan yaxşılığının savabını berdi. Əgər imandan yüz öyrəsənlər, sizlərinin qiyamət gününün azabığı qilişinlardan ənsirəymən. Ölgəndən keyin Allah'ın dərgahıga qaytsizlər. Allah hər nərsəgə qadirdir. Rastınla ular, yəni kapırlar, Rasulullah Kur'an oquyatqanda, onun yenidən ötkənlərdə, onundan yuşurnuş üçün yüz öyrüydü. Rastla ular kiyimleri bilen çömkinib alğanlarida Allah ularning yoshurun va oshkor ishlarini bilib turadi. Allah haqiqatan dillardikini bilgichidir. Yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Allah marhamat yuzidan ustiga olgan. Allah ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'mildigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Osmon zaminni yaratishdan ilgari Allohning arshi suv ustida edi. Sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yaratdi. Ey Muhammed, agar sen Makka kuffarlarga sizlar o'lgandan keyin cho'qim tirilisizlar desang, kofirlar cho'qim aytidi. Bu faqat ro'shan sehrdir. Agar biz ularga nozil bo'lgan azobni cheklik vaqt kechiktirsak, ular cho'qim masxara qilish yuzidan azob nemishqa tushmaydi deydi. Rastla ularga Allah'ның azabı tushgan kunda ular qochadigan yer topolmaydi. Ular masxara qilgan azob ularni qo'rshib oladi. Agar biz insonga rahmatimizni tetitsak, ya'ni ne'matimizni bersak, ondan uningdan tortib olsak, u cho'qim Allohning rahmatidan umidsizlanib ketadi. Kufrani ne'mat qiladi. Agar biz faqirlik, kasallik, qattiqchilik qatorliq balolarga mubtalo qilgandan keyin uningga ne'matimizni tetitsaq, u cho'qim mendan balolar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubhasiz xushallanib, mag'rurlanib ketadi. Faqat baloga uchirganda sabr qilgan, ne'matga erishganda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. Ularning gunohi mag'firat qilindi. Ular oxiratda cho'ng mukofotga erishidi. Ey Muhammed, ularning, ya'ni mushriklarning nemishqa uningga bir g'azini tushmidi yoki uning bilan birga uni tasdiqlaydigan bir farishta kelmidi deydiganligi uchun sana nozil qilingan vahiyning bir qismini yetkizgun kelmaydigandir. Yetkizishdan yurking siqildigandir. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantirg'uchisan. Allah hamma narsani tasarruf qilg'uchidir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi o'ydirib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan g'ayri chaqira oladiganligi kishilaringlarni yordamga chaqirib, fasoat va balog'at jihatdan Qur'ondagiga o'xshaydigan 10 sura ijod qilib beqinglar. Agar ular bu chaqirqinlarga ovoz qo'shmasa, bilinglarki, Qur'on Allohning vahiy qilishi bilan nozil qilingan.
Allah'tan başqa heç ilah yoxdur. Sizlər əmdiğo Allah'a boysunarsızlar. Qılğan yaxşı əməlləri bilən faqat hayati dünyani və onun zibu zinətini, yəni dünyanın nimetlərini közləydiğən kişilərə, onların əməllərinin əcrini bu dünyada toluq verimiz. Dünyada onların əcridən heç нәрsə keməytilməydi. Bundaq kişilərə ahirətdə dozaqdan başqa нәрsə yoxdur. Onların qılğan işləri yox çıxırıldı. Qılğan yaxşı əməlləri hesabqa ilinmaydı. Pərverdigarı tərəfindən gələn roşan dəlil, yəni Qur'onga asoslanğan odam, yəni Muhammed alayhissalom hayoti dunyoni ko'zlaydigan kishilar bilan o'xshashmi? Onunğa Allah tərəfindən gələn guvalıq bərgüçi, yəni Cibrayil alayhissalom Qur'onni tilovat qildi. Qur'ondan ilgari Musaga nazil qilingan kitob, ya'ni Tavrat, İsroil avlodiga yetakchi va rahmat qilib nazil qilindi. Ana shundoq kishilar Qur'onga haqiqiy ishindi. Har qanday jamoadan kimki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Qur'onga shak keltirmagin. U haqiqatan Parvardigoring tarafidan nazil qilingan haqiqatdir. Lekin insonlarning to'lisi ishonmaydi. Allah'a yalğanını çaplagan kişidenmi zalim kişi var mı? Ani şular kıyamet günü Perverdigarıga toğırlındı. Guvaçılar bular Perverdigarı hakkında yalgan sözlegenlerdir deydi. Rastla Allah'ın laneti zalimlarga buludu. Yani Allah zalimlarni rahmetinden jirak kılıdı. Ular kishilarni Allah'ның yoludan, yani İslam dinidan tosudu. Allah'ның yolunun əgri buluşunu tilaydı. Ular ahiretni inkar qılğuçılardır. Ani şular zimində Allah'ның azabıdan qaçıb qutulalmaydı. Ularga Allah'tan başqa igi buluduğan yardımçılarmı bolmaydı. Ular qatmuqat azabqa duçar buludu. Ular haqni anglashqa va haqni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. Ana shular o'zlariga ziyon solg'uchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan ma'butlari ulardan o'zlarini chetga oldi. Shak yo'qki, ular oxiratda eng ziyon tortquchilardir. Şübhəsiz ki, iman etqanlar və yaxşı əməllərini qılğanlar, Pərverdigarının huzurda acizlik bildirgənlər, əni şular əhli cənnətdir. Ular cənnətdə məngü qalğuçılardır. Kapırlar və müminlərdən ibarət iki pirqi var. Bir pirqi əmağa və qasqa oxşaydı. Yəni bir pirqi bolsa, közü kördüğən, qoluqı anlaydıqan adamga oxşaydı. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Ibrat olmamsizlar. Shubhisizki biz Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. Men haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantirguchiman. Bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar. Sizlarning qattiq kunning azobiga uchrashinglardan qo'rqaman dedi. Onun qavmining kafir qatlari bizningcha sen faqat bizga o'xshash bir odamsan. Bizningcha orimizdagi past kishilar yengillik bilan sana agashgan. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz dedi. Nuh aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchi. Agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan da'vatimning to'g'riliqini isbotlaydigan aniq dalilga asoslansam va uning rahmatiga, ya'ni payg'ambarlikka sazovor bo'lgan bo'lsam, u dalil sizlar uchun maxfiy bo'lsa, sizlar uni yomon ko'rsanglar, uni qabul qilishga sizlarni majburlamdik. Ey qavmim, sizlarga dinni tabliq qilganligim uchun sizlardan pul mol talab qilmayman. Bana əcir berishni faqat Allah öz üstiga olgan. Men iman etgan kishilarni yinimdan qo'g'lib etmayman. Chunki ular shubhisizki Parvardigorga muloqot bo'ladi. Lekin men sizlarni nodon qavm ko'rman. Ey qavmim, agar men ularni qo'g'lib etsam, Allohning azobidan meni kim qutqiza olaydi? O'ylanib boqmamsizlar.
Mən sizlərə məndə Allahның g'azinalari bor demayman. G'ayibni bilaman demayman. Mən əlbəttə özümni farishta debmi aytmayman. Hamda sizlər ko'zga ilmaydigan kishilarni Allah ularga yaxshilik bermaydi demayman. Allah ularning dillardikini obdan biladi. Bo'lmasa men cho'qim zolimlardan bo'lib qolaman. Ular, ya'ni Nuhning qavmi, ey Nuh, biz bilan munozirlashding, nihoyat ko'p munozirlashding. Agar rost so'zluguvchilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni tushirib boqqin, dedi. Nuh aytdi: Uni, ya'ni azobni agar xolisa faqat Allohla tushira oladi. Sizlar hargiz qochib qutula olmaysizlar. Men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, u chaqda mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Allah sizlarning parvardigoringlardir. Sizlar Allohning dargohiga qaytisizlar. Yoki ular, ya'ni Qurayshning kofirlari Qur'onni u, ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi o'ydirib chiqqan deyishamdi. Agar uni men o'ydirib chiqqan bo'lsam, o'z gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohinglardan ado judaman degan. Nuhqa mundaq vahiy qilindi. Qavmingdan ilgari sana iymon etganlardan boshqa yana iymon etquchilar bo'lmaydi. Ularning qilmishidan qayg'urmag'in. Bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kema yasig'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in. Ular cho'qim to'pon balosida g'arq qilindi. Nuh kema yasavatdi. Qavmining cho'nglari uning oldidan har qatim o'tganda uni masxara qilishdi. Nuh aytdi: Sizlar bugun bizni masxara qilsanglar, kelajakda sizlar g'arq qilinganda, sizlar bizni masxara qilgandek, bizmi sizlarni cho'qim masxara qilamiz. Xar qilg'uchi azob, ya'ni to'pon balasi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga keldiganligini, doimiy azob, ya'ni jahannam azobining kimga tushadiganligini kelajakda bilasizlar. To'pon balasi to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzidan suv etilib chiqqan chaqda kemiga hayvonotlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan elib olg'in. Oilangdagilar bilan halok bo'lishi hukm qilinganlar, ya'ni Nuh alayhissalomning ayoli Voila bilan o'g'li Kanon buning sirtida va iymon etganlar bilan kemiga chiqqin dedik. Uning bilan faqat ozg'ina kishilar iymon etdi. Nuh iymon etgan tavalariga aytdi: Kemiga chiqinglar. Kemining menishi va to'xtishi Allohning ismi bilandir. Shubhisizki, mening Parvardigorim tavba qilguvchilarning gunohini haqiqatan mag'firat qilguvchidir, mo'minlarga nihoyat mehribondir. Kema ularni elib tog'dek to'lqinlar ichida uzib boratdi. Nuh kema mengishdan burun o'zidan yiroq turgan o'g'lini: "Ey o'g'lim, biz bilan birga kemaga chiqqin, kofirlar bilan birga bo'lmag'in" deb to'ladi. U meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman dedi. Nuh bugun Allah rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashidan qutulib qola olmaydi dedi. Ularning orasini do'lqin ayirvatdi-da, u g'arq bo'lib ketdi. Ey zamin, suyingni yutqin. Ey bulut, tarqig'in deyildi. Suv so'g'ildi. Allah'ның kafirlarni g'arq qilishdan iborat hukmi ijro qilindi. Kema Judi teg'ining ustida to'xtadi. Zalim qavm halok bo'lsin deyildi. Nuh Parvardigoriga duo qilib: "Parvardigorim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sen menga ularning nijot tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qilguvchisan" dedi. Allah aytdi: "Ey Nuh, o men nijot tepishni va'da qilgan oilangdagilardan emas. Uning amali yomondir. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramag'in. Men sening johillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman."
Nuh aytdi: Parvardigorim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panoyingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang va rahim qilmasang, ziyon tortquchilardan bo'laman. Aytildi. Ya'ni Alloh aytdi: Ey Nuh, sana sen bilan kemida billa bo'lganlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nozil bo'lgan omonlik va barakatlar bilan kemidan tushgin. Ularning yana bir qism avlodini hayoti dunyodan bahramon qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, ana shu qissa g'aybga oid xabarlardandir. Sana uni vahiy qildik. Sen va sening qavming buningdan ilgari uni bilmaytinglar. Sabr qilgin. Shubhisizki, yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Ad qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdiq. Hud aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlar Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan faqat Allohga yolg'onni to'qig'uvchilarsizlar. Ey qavmim, men tabliğ uchun sizlardan ajr so'ramayman. Menga ajr berishni faqat meni yaratgan Alloh ustiga olgan. Sizlar tushunmamsizlar. Ey qavmim, Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Sizlarga u ko'p yig'in yog'dirib berdi. Sizlarga texmi kuch-quvvat berdi. Sizlar gunohga cho'mgan holda mening da'vatimdan yuz o'rmanglar. Ular aytdi: Ey Hud, sen bizga o'zingning rostligini ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab etmaymiz va sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. Biz faqat seni ba'zi ilohlarimiz saron qilib qo'yibdi deymiz. Hud aytdi: Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar. Menga muhlat bermanglar. Shubhisizki, mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan birmu maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga zulm qilmaydi. Agar sizlar mening da'vatimni qabul qilishdan yuz o'rsanglar, yuz o'rgininglarning menga ziyni yo'q. Sizlarga men Parvardigorimning elchiligini yetkazdim. Payg'ambarning vazifasi faqat tabliğ qilishdir. Parvardigorim sizlarni halok qilib, o'rninglarga boshqa bir qavmni keltirdi. Sherik keltirish bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaysizlar. Parvardigorim haqiqatan har bir narsani kuzatib turg'uchidir. Bizning azoblash buyruqimiz kelganda Hudni va uning bilan birga bo'lgan mo'minlarni marhamat qilib qutqizdik. Ularni qattiq azobdan xalos qildik. Ana shu Ad qavmi Parvardigorning mo'jizalarini inkor qildi. Uning payg'ambarlariga osiylik qildi. Her bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni haqqi qarshilik qilib jidallashguchining buyrug'iga ergashdi. Ularga bu dunyoda la'nat qilindi. Qiyomat kunimi ularga la'nat qilinadi. Bilinglarki, Ad qavmi haqiqatan Parvardigorni inkor qildi. Agah bo'linglarki, Hud qavmi bo'lgan Ad halok bo'lsin. Samudqa ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. U aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U sizlarni zamindan, ya'ni tuproqdan yaratdi. Sizlarni zaminda turg'izdi. Allohdan mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Parvardigorim haqiqatan yaqindir. Duani ijobat qilg'uchidir. Ular: Ey Salih, buningdan burun sen aramızda ümid qilingan kishi eding. Ya'ni bu so'zni aytishingdan burun aramızda cho'ng odam bo'lib qilishingni ümid qilatdik. Bizni ota bobolarimiz ibodat qilib kelgan butlarga ibodat qilishdan to'simsan. Shak shubhisizki, haqiqatan biz sen da'vat qilgan ishqa zo'r gumondimiz deyishdi. Salih aytdi: Ey qavmim, aytinglarchi,
Agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalilga asoslansam va uning rahmati, ya'ni payg'ambarlikka sazovar bo'lsam, shundoq turuqliq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizadi? Meni o'zinglarga agishishga da'vat qilish bilan menga faqat ziyondan boshqani ziyoda qila olmaysizlar. Ey qavmim, bu Allah bevosita yaratgan tishi to'ga sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib etinglar. Ixtiyori o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni pat yaqinda keladigan azob halok qiladi. Ular tishi to'gini bo'g'izladi. Salih aytdi: "Uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'lib olinglar. Bu va'da yolg'on emas." Bizning azob qilish amrimiz kelganda Salihni va uning bilan birga iymon etganlarni rahmatimiz bilan shu kunning sharmandichiligidan qutqizdik. Parvardigoring haqiqatan kuchlikdir, g'olibdir. Zalimlarga qattiq ovoz yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Goya ular uylarda turmagandek, ya'ni ularning turgan joylari odamzod tarafidan obod qilinmagandek bo'lib qoldi. Bilinglarki, Samud Parvardigorni inkor qildi. Samud halok bo'lsin. Shubhisizki bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar İbrahimga xush xabar ilib keldi. Ular sana amonlik tilaymiz dedi. İbrahim, men sizlarga amonlik tilayman dedi. U uzoq qolmay bir mo'zayni kavob qilib ilib keldi. Ularning, ya'ni farishtalarning uningga qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularni xush ko'rmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Ular qo'rqmag'in, biz Rabbingning farishtalari tamoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lutning qavmini halok qilish uchun avatildik dedi. Uning ayoli, ya'ni Sara bir tarafda turib, Lut qavmining halok bo'lganligidan xushallanib kuldi. Biz uningga, ya'ni Saraga Isoq otliq bolasi bo'lganligi bilan va Isoqdan keyin keladigan Yaqub otliq navrisi bo'lganligi bilan xush xabar berdik. O, ya'ni Sara, "Viyay, men bir mo'may tursam, erim bir bovay tursa, tug'amdiman. Bu haqiqatan qiziq ish-ku" dedi. Ular Allohning amridan, ya'ni qudratidan ajablanamsan. Allohning rahmati va barakatlari sizlarning oilanglarga, ya'ni İbrahimning oilasidagilarga nozil bo'lsin. Allah haqiqatan madiyalashga loyiqdir, ulug'lashga loyiqdir dedi. İbrahimdan qo'rqinch yo'qolgan hamda xushxabar uningga yetgan chaqda u biz bilan Lutning qavmi to'g'risida munozirlashishga kirishdi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'ngli ko'ksi keng, ko'p chekuchi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qilguvchi zotdir. Farishtalar aytdi: "Ey İbrahim, buni, ya'ni Lut qavmi to'g'risida munozirlashishni qo'yg'in. Shubhisizki Parvardigoringning ularni halok qilish to'g'risidagi amri allaqachon tushdi. Ularga cho'qim munozirlashish yoki shafaat qilish bilan qaytarg'ili bo'lmaydigan azob tushidi." Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar Lutning yoniga kelgan chaqda, Lut o'z qavmining ularga cheqilib qo'yishidan qo'rqib, qiyin ahvolda qoldi. Ular to'g'risida yuragi siqildi va bu bir dishvar kundir dedi. Lutning qavmi uning qishig'i aldirab kelishdi. Ular burunla yomon ishlarni qilatdi, ya'ni livatat qilatdi. Lut aytdi: "Ey qavmim, mening bu qizlarim sizlarga eng pokdir. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonlarim oldida meni rasvo qilmanglar. Aranglarda qabiy ishdan to'sadigan biror kalisi joyida odam yo'qmi?" Ular Lutga aytdi: "Qizlaringga bizning hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek, bizning maqsadimizni mo obdan bilasan." Lut aytdi: "Kashki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi, yoki iltijo qiladigan kuchlik jamoatim bo'lsa edi, cho'qim sizlarga zarba bergan bo'lardim." Ular,
ya'ni farishtalar, ey Lut, shubhisizki biz Parvardigoringning elchilaridirmiz. Ular hargizmi senga ziyon yetkazolmaydi. Oilangdagilarni ilib kechining oxirida ularning ichidan chiqib ketgin. Ayolingdan boshqa sizlardan hech kishi orqasiga qaramasin. U, ya'ni ayoling ular bilan birga halok bo'lguchidir. Shubhisizki ularga azob tushadigan chog' tong vaqtidir. Tong yaqin emasmi? Dedi. Bizning jazolash amrimiz tushganda ularning yurtlarini ostin ustin qilib etdik, ya'ni ko'mtirib etdik. U yurtlarga biz üstülab sapal taşlarını yağdırdık. O sapal taşlarga Parvardigoringning dargohida belgi silingan edi. O yurtlar zalimlar, yani Quraysh kafirlardan jiroq emas. Madyan ahliga ularning qarindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdik. O aytdi: Ey qavmim, Allah'a ibadet qılınlar. Sizlerge Allah'tan başka hiç mabud berhaq yoktur. Ölçemde ve tarazda kem bermenlar. Ben sizlerini hakikaten bay hesaplayman. Ben hakikaten sizlerinin hemmini koruşap durguçi gün, yani kıyamet gününün azabığı duçar buluşunlardan korkuman. Ey qavmim, sizlar o'lchamni to'g'ri o'lchanglar. Tarozni to'g'ri tortinglar. Kishilarga narsalarni kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Allah sizlarga qoldirgan halol rizq sizlar jiqqan haromdan yaxshidir. Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, men sizlarga muhofizatchi emasman. Ular, ey Şuayb, sening namozing, ya'ni dining, seni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlatqizishga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi. Sen tazımı ko'ngli ko'ksi keng, tazımı to'g'ri yo'l topgan odamsan-da, dedi. Şuayb aytdi: Ey qavmim, aytib beqinglarchu. Parvardigorim manga ro'shan paket, ya'ni payg'ambarlik va kangtasha halol rizq ato qilgan tursa, men shundoq ne'matlarni ato qilgan Parvardigorimning amriga xiloflik qilamdim. Sizlarga qilish man'iy qilingan ishni o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lgandila muvaffaqiyat qozona olmayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman. Ey qavmim, sizlarning menga qarshi turganliginglar sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Solihning qavmi duchar bo'lgan azobga duchar qilmasin. Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan jiroq emas. Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Mening Parvardigorim tavba qilguvchilarga haqiqatan marhamatlikdir. Ularni do'st tutquchidir. Ular, ey Şuayb, biz sening aytganlaringning nurg'unini tushunmaymiz. Biz albatta seni aramizda kuchsiz odam deb qaraymiz. Sening qavm qarindoshlaring bo'lmaganda edi, biz seni cho'qim tosh kesak qilib o'ltiratdik. Sen bizga e'tiborlik emassan, dedi. Şuayb aytdi: Ey qavmim, mening qavm qarindoshlarim, sizlarga Allohdanmi e'tiborlikmi? Sizlar Allah'ni arqanlarga çörüp etdinglar. Yani Allah'a itaat qilmadinglar ve Allah'ni ulug'lamadinglar. Parvardigorim sizlarning qilmishinglardan albatta to'liq xabardardir. Ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Menmu albatta o'z yo'lim bo'yicha harakat qilay. Uzoqqa qolmay kimning rasvo qilg'uchi azobga duchar bo'ldiganligini va kimning yolg'onchi ishganligini bilasizlar. İşinlarning oqibatini kutinglar. Shubhisizki men sizlar bilan birga kutaman. Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Shuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan peti ketib qoldi. Goya ular öylərdə turmagandek, yani yaşamagandek bo'lib qoldi. Madyan aholisi xuddi Samud qavmi halok bo'lgandek halok bo'lsin.
Biz Musani haqiqatan oyatlarimiz, ya'ni Allohdan nozil bo'lgan diniy ahkomlar va ro'shan dalillar, ya'ni mo'jizlar bilan Firavnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdiq. Ular Firavnning buyrug'iga bo'ysundi. Firavnning buyrug'i to'g'ri emas edi. Firavn qiyomat kuni boshlamchilik bilan o'z qavmini do'zaxga boshlab kirdi. U joy nima degan yomon. Ular bu dunyodami, qiyomat kunidami la'natga uchraydi. Ularga berilgan ikkili dunyoda la'natga uchrashdan iborat bu sovg'a nima degan yomon. Mana bular aholisini biz halok qilgan yurtlarning xabarlaridir. Uni sana vahiy orqali bayon qilamiz. U yurtlardan izi qolganlarimi bor, ya'ni aholisi halok qilinib, yurtlarning o'rni qoldirilganlarimi bor. Izi qolmaganlarimi bor, ya'ni aholisi bilan qo'shib o'rib etilgan ziroatdek vayron qilinganlarimi bor. Biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Parvardigoringning ularni halok qilish farmoni kelganda, ularning Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlari hech narsaga asqatmadi. Ularga faqat ziyon soldi. Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shundoq halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'liq qattiqdir. Oxirat azobidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Ana shu kun butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lgandila so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatman bo'ladi. Badbaxtlarga kelsak, ular do'zaxga kirdi. Ular do'zaxda eshak ang'irgandek tovlab, noli faryod chekidi. Do'zaxning osmon zamini yo'qolmayli tursa, ular do'zaxda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Parvardigoring albatta xohlaganini qilg'uchidir. Saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kirdi. Jannatning osmon zamini yo'qolmayli tursa, ular jannatda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Bu ularga qilingan, uzilib qolmaydigan in'omdir. Ular, ya'ni mushriklarning butlarga cho'qinishining gumrohlik ekanligidan shaklanma. Ular faqat o'zlarining biz sana qissasini bayon qilgan ota-bovlarga o'xshashli cho'qindi. Biz ularning azobdan tegishlik nisibasini cho'qim kemaytmay beramiz. Shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavratni berdik. Uning to'g'risida ixtilof qilindi. Ya'ni uning qavmi bu kitob ustida ixtilof qilishdi. Parvardigoringning oldin chiqargan ularni jazolashni qiyomatga qoldirish haqidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida mushu dunyoda yaxshiga yaxshicha, yomonga yomoncha cho'qim hukm chiqariladi. Haqiqatan ular uningdan, ya'ni Qur'ondan zo'r gumondidir. Parvardigoring har bir odamga uning qilgan amallarining mukofotini to'liq berdi. Allah albatta ularning amallaridan to'liq xabardordir. Ey Muhammad, Allah seni buyurgandek to'g'ri yo'lda bo'lgin. Sana iymon etganlarmi to'g'ri yo'lda bo'lsin. Manni qilingan ishlarni qilib, Allohning cheklimlaridan chiqib ketmanglar. Shubhisizki, Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Zalimlarga mayil bo'lmanglar. Mayil bo'lsanglar, do'zax azobiga qolsizlar. Sizlarga Allohdan boshqa do'zaxdan qutuldiradigan hech yordamchi yo'qdir. Ondan keyin hech yordamga erishalmaysizlar. Kunduzning ikki tarafida, ya'ni atiganda va kashqurun vaqtlarida va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'tigin. Shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyildi. Bu tushunguchilar uchun vaz nasiyatdir. Ey Muhammad, mushriklardan yetgan arziyatlarga sabr qilgin. Allah haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi.
Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nemishqa yomonlarni yer yuzida buzg'unchilik qilishdan to'sadigan aql egalari bo'lmadi. Ular orasidan buzg'unchilikni to'sib, bizning nijotligimizga erishgan ozg'ina kishilar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilg'uvchilar ayshi ishratlik turmushni qo'g'lishidi. Ular gunohkor odamlardir. Parvardigoring aholisi yaxshi bo'lgan yurtlarni zulm silib halok qilmaydi. Agar Parvardigoring xolisi edi, butun odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qilardi. Ular din to'g'risida davomli o'xshamagan fikrdidir. Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Shunga Allah ularni o'xshamagan fikr qilish tabiatida yaratdi. Parvardigoringning "Men cho'qim jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman" degan so'zi aniq belgilandi. Ko'nglingni xotirjam qilish uchun sana payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib beramiz. Buningda sana haqiqat keldi. Mo'minlar uchun vaz-nasihat va ibratlar bordir. İman etmaydiganlarga aytqinki, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Bizmi o'z yo'limiz bo'yicha harakat qilayli. Sizlar ishinglarning oqibatini kutinglar. Bizmi albatta shuni kutamiz. Osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilish faqat Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytarildi. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Parvardigoring qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir.